Yaqinlarini doim yaxshi kunlarda yonida turaman degan bir mehribon singil nomidan ayni fursatlarda Andijon viloyatiga keldik. Bugun Shuhratjon hoji otamizni umr yo'ldoshlari, saltanatli hoji onamiz Shukrona kunlari, 66 bahorlari, musofirdagi singillari, jigarlari Sayyoraxon opa bizni xonadonga taklif qildilar. Bugun onajoning farzandlari Shoiraxon, Nodiraxon, Shavkatbek, Nafisaxon, Sayyoraxon kelinlari hammaning nomidan quvonch ulashamiz. Ko'ramiz bugungi biz tabrik qanday bo'ladi, sevimli tabrikni keyingi tabrik qanday bo'ladi, guvohga aylanasiz. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Assalomu alaykum. Bahor kabi chiroyli bahar kabi chiroyli onam, mehribon onam, baxtimga siz ko'p yashang onam, onam jon onam, bugun onam, bugun onajon. Sağ olun. Dedem bilen kuşaklarıyım. Yak gitme. Burada durayım da. Burada yok. Nereye burada durayım? İcabet ona. Hadi. Bugün onam, bugün onacanım, bugün onam, bugün bugün onam, bugün onacanım, Biri de sana kim var ya fazla. bugün onam, bugün onam, bugün onam, bugün onacanım, bugün onam doğurgan gün. Bugün onam, bugün onacanım, bugün onam doğurgan gün. Bugün onam doğurgan gün. Dertlerimge dermanım ona, sparsıra görmedim gam o'rginem, mehribon ginem, sizni juda yaxshi ko'raman. Duodasiz biz uchun doim, shirin so'zim mehrga boyim. Gel abim ben. Hala dada kılıyor. Aslı cennetim, onam sizni yaxshi ko'raman, onam sizni yaxshi ko'raman. Dunyoda
Assalomu alaykum ota. Tabarruk qo'llaringizni ushlab qo'ying. Salomatgina. Uzr. Janotim onam kutilmaganda xonadonga tashrif buyurishni yaxshi ko'raman-da. 10 ming bor uzr so'rayman. Haqiqatan sezmagan ekansiz hozir. Haqiqatda. Bilmaysiz. Surpriz bo'ldimi endi? Haqiqiy surpriz bo'ldi. Lekin ko'ynimga keluvdi-yu, Rossiyada singlim telefon qiluvdi. 2 soatlardan keyin o'zim telefon qilaman dedi. Qama pul ketkizib, o bolang ishlat pulni. Degandingiz. deb nima qilasan, mana gaplashdik, ko'rdik. Utta bumga o'xshab qoptali Rossiyada yurib. 10 yildan oshiq yuribdi. Utta ko'rib bum rahmariydi ko'rgandek bo'ldim. Ko'rdik-ku, bo'ldi endi. Ko'p pul ketkazmagan, to'plagin, undan keyin kelgandan keyin uy olasan, o'g'lingni uylaysan. Dedingiz. Kattaman-da endi jinday ularga nima qilib turaman. Eng baxtli opa hozir kim? Menda. Sizni aynan mana shu men degan so'zingizni Sayraxon opam eshitishlikni salkam bir 6-7 oydan beri kutadilar. Sabab bilsangiz, men Xartumga borganmidim. Oxirgi marta shu yerda shu yerda ko'rishganimizda aytuvdilar. Keyin gal opamni quvontirgani borasiz deb shu kungacha kutdilar sabrsizlik bilan. Men bir narsaga ishonaman. Mehr bergan inson albatta mehr olishiga ishonaman. Shirin so'z aytgan inson shirin so'z eshitishiga ishonaman. Siz mana kattaman deyapsiz, o'zi katta doim ukalarini o'ylab yuradi, o'zini o'ylamasa ham. Bugun sizni bergan mana shirin so'zlaringizga opajonimizdan rahmatlarni aytib, onamdan keyingi mana onam, opasi bor inson onasi hech qachon o'lmas ekan. Mana onam hamisha tiriklar, mana yonimdalar. Baxtimga umrlar uzoq bo'lsin deb ozginagina e'tibor qilib sizni ko'nglingizni ko'tarmoqchi bo'ldilar. Agar mana shu yerda bo'lganliklarida bugungi mana shu men olib kelgan barcha sovg'alarni sizni qo'lingizga o'zlari bergan bo'lardilar. To'rt ustiga opa deb bezataymi, nima deb bezatay desam, mana onam oldilariga ketyapsiz-ku. Onam deb bezatinglar. To'rt ustiga yozdik mana. Balki biz farzandlar ichida eng yaxshisi emasdirmiz, lekin siz onalar ichida eng yaxshi onasiz, onajon degan yozuv. Mehribonim, dardkashim, shukrona kuningiz muborak, jannatim onam. Biz sizni yaxshi ko'ramiz degan mana shu shirinlikning ustiga hamma yozuvlar. Sizni mehriboningizni yuraklaringiz so'zlari hojona. Iloyim birga boringlar. Opam mana ancha yillardan shu yerda yuribdi ekanlar. Xudo xolasi borsam niyatim bitta, birgalikda ziyoratga borishlik, ana shu yerlarda qo'llaridan o'pib duolarni olishlik niyatim bor degan so'zlarni aytdilar. Men buni eshitib juda ham ta'sirlandim. Umringiz uzoq bo'lsin. Endi yaxshi niyatli insonga faqatgina yaxshi niyat bildiramiz xolos. Birinchi niyatni bugun Xudo xolasa sizni eng yaqin do'stingiz, yaxshi yomon kuningizda yoningizda turib, siz bilan birgalikda 100 yoshlarni qarshi olishni niyat qilib so'raydigan otamizning niyatlarini eshitmoqchiman. Hoji otam niyatlarini eshitmoqchiman. Hoji ota, onajonimga niyatlaringiz. Assalomu alaykum. Menda kutilmagan hozir kutilmagan narsa paydo bo'ldi olim. Yoshim mana 70 ta o'tibdi. Men kutmagan narsa paydo bo'lib qoldiki, o'ta tepadan tushganda paydo bo'ldi. Osmonlar, gaplar, aytilayotgan so'zlar, shirin so'zlar men uchun haliga nima deydi? Asaldan ham shirin bo'lib ketdi hozir ishonsangiz. O'zim qo'yarga joy topolmay qolyapman hozir. Rahmat sizlarga katta. Umrlar uzoq bo'lsin, rizqlaringiz ulug' bo'lsin. Bizlarning ham yoshimiz hali yosh endi 6 ga 7 ga kirib qoldik xolos. Biz yoshimizda qanday yashaganlar sizlar ham ko'ringlar. Amin. Allohim sizlarni ham yaxshi niyatlilar bo'lsin, ko'rsatsin. Amin. Hammamizni yaxshilik bilan kutishni hammamizga Alloh taolo nasib qilsin. Har birimizni inson borki, har bir odamning o'zida yaxshi niyatlari bo'ladi. Yaxshi niyatlar hamisha hamroh bo'lsin. Amin. Allohim agarda qo'shganlar bo'lsa, qo'shaqar etsin sizlarni ham. Farzandlar bo'lsa, farzandlarga bosh uringlar. Chiroyli o'sib, o'lib o'sib, to'y tomoshalar qilishlar sizlarga ham nasib qilsin. Biz ham mana shu 7-6 qizni kuyovga turmush chiqardim. Shu hozir ishonsangiz 25 ta nevara qolibdi xolos, ozgina. Alloh sog' bo'lsin. Ozgina xolos. Mana shu bitirib bo'lganlar qasrimni atini aytishdan ba'zi vaqtda bilmay qoladi. Nimaga? Qolachib ketyapman endi. Umringiz uzoq bo'lsin. Ajimda bunda ko'ziga qarab, bunga qarab, bunga qarab, mana qizim ekan, mozim kelgan deb turib, Ajratib olyapsiz. Ajratib olyapman.
mana shunaqa menga o'xshab ozashib, tandirlarni o'pitishib, boltava deydigan holatda sizlarga ham nasib qilsin. Amin. Sizlardan mana shu chiroyli kunlar paydo bo'lsin. Amin. Amin. Allohim o'zi qo'llasin, o'zi madad qilsin. Har bir insonni nega maqsadlari bo'lsa Alloh taolo hamisha maqsadlarini yetkazsin. Endi bunday o'ylab ko'rganingizda men davlat tashkilotida 55 yil ishlabman. 55 yil sizga o'xshagan guvohlarda ustozi bo'ldim. Yomon bo'lganim yo'q. Mana shu otalar anaqada kelganki bolalarni birinchi qo'l boshini izlaganman. Ularni oldin gapiryapman. Kampirim mana 45 yil, 50 yil mana kichkina bolalarga dars berdi. Biz avvaliga ota opamizni kuyoviga berib, ayolini sevgi muhabbat qilib, biz ham uylanib qolganmiz. Ularga sal odashib turdi. Odashib saylar. Ular ko'rib turiblar, eshik yandan bu odam qanaqa kelib qoldi deb, u yoqqa keta olmay qolgan. 3-4 yil, 3-4 kun ashishida Alloh rahmatiga olsin. Osmon aka mendan 2 yosh katta bola edi. Madimlar papkasda sezir bo'lishlardi. Qarangki, ta'sir taqozosi bilan shu kampirga uylanib kelishimga akasi, o'lgan akasi sababchi bo'lib qolib, Vasqot mansigir bordi oldi esingizda bo'lsa. Shab o'tkazib ketib qoldi. 3 kun bugun 4 kun qolib ketganman. Sizni qanday insonligingizni akalar o'z qo'llari bilan singillari topshirganlardan bilsa bo'ladi. Umringiz uzoq bo'lsin. Ana shu 50 yildan beri qo'yvermay yuribman endi. Umringiz uzoq bo'lsin. Qayoqqa sudrayapman yurayapman. Men sizdan bir narsani so'ramoqchiman. So'rang. Ko'p umr yo'ldoshidan so'rab kelyapman-da. Onajonimdan rozimisiz? Ya, hammamiz Alloh shulardan men yaxshimi yomonmi endi Alloh o'zi bergan ekan. O'zi oldida mana sizlarning guvohligingizga so'rayapman. 4 qiz, 5 qiz, 4 qiz, bitta o'g'ilni ko'rdim. O'g'lim ham men ko'rgan bo'lsanglar, tilla bola. Bolalari ro'paramda turibdi. Xizmatimizda turibdi mana. Qizlarim mana atrofimda parvona. Endi o'ylab ko'ring, yana bizga nima kerak? Shulardan eng yaxshi narsalarni shulardan kutyapmiz, ko'ryapmiz. Allohim hamisha o'smoqda asrasin. Bolalarga bosh o'zim bo'lar. Xudoandalar ham yaxshi. Ular qizim qaysi biriga bersam, Xudoga ming qatla shukr. Hammasidan rahmat eshityapman. Ota, onamdan rozimisiz? Albatta, mingta roziman. Mana so'zni eshitmoqchi edim. U narsani har bir insonda eshitgan narsasi ashta kampiridan, bola chaqasidan, o'g'il qizlaridan hammasi roziligi yuzidan, ko'zidan ko'rinib turish kerak. Nimaga desangiz, bular hamma yo'g'imiz yuvib taraydigan shular. Oziq-ovqatimizni qiladigan shular. Kiyim-kechagimizni qiladigan yuvib taraydiganlar shular. Ko'chaga chiroyli qilib kuyov bolalar chiqarib qo'ygan shular. Yana orqasidan qarab qo'ygan, ketib qolmayapmiz deganlar shular. Endi to'g'risini aytib olish kerak. Umrlar uzoq bo'lsin. Sizni yoshligingizni sababi shu ekan. Farzandlaringizni onajonimni mehribonlari ekan, mehribonliklari. Onajonim umrlar uzoq bo'lsin. O'xshamaysizlar. 50 dan ozgina aqibaq o'tganga. Juda ham yoshsiz. Ko'z tegmas. Hammasiga sababchi mehribon otajonim. Eng katta farzandingizlar opasizmi? Sizni ham qalbingizga niyatlaringizni eshitmoqchiman. Rahmat kelganinglar uchun, tabriklaganinglar uchun xolamga ham katta rahmat aytaman. Bitta o'g'li bor, Xudo xolisa o'g'lini niyatiga yetsin. Farzandini shunaqa qilib kelinlar olib, to'ylar qilib, shu nevara chevarali bo'lishlikka nasib qilsin. Dada aya mendan rozi bo'linglar. Oshiqcha gap qilib injalik qilgan bo'lsam. Yaxshi ko'raman, bitta bag'ringizga bosing. Ayting. Sizlarni yaxshi ko'raman. Bag'ringizga bosing. Sizlarni yaxshi ko'rmay bo'ladimi? Bugun Shoiraxon opam, Nodiraxon opam, Shavkatbek akam, Nafisaxon opam, Sayyoraxon keliningizni hamma nomidan sizni ko'nglingiz olganda kelganman. Nodiraxon opa kim? Sizmi opa? Sizni ham qalbingizga niyatlaysiz. Men o'shab turaman. Yaxshi ko'raman deng bo'ldi. Shu gapingizni eshitmoqchiman. Nafisaxon opa. Yaxshi ko'raman deb. Bitta bag'ringizga bosing, yaxshi ko'raman deb. Qani? Yaxshimi yomonmi birovlardan kam qilmay katta qilib o'yiga yetkazib
birovlardan kam qilmay o'stirganlarga katta rahmat. Boringlarga shukr, tan joninglar sog' bo'lsin. Yaxshi yomon kunimizda har doim yonimizda duogo'y bo'lib, shu bolalarimizni rohatini ko'rib, rohatda yurishinglarni tilayman. Sizlarni yaxshi ko'raman. Boringlarga shukr. Bitta varizga bosing. Haqiqiy qizlari mana. Onammi? Ojonga ming rahmat aytaman. Onam yo'q, meni onam o'tib qolsa ham onam yo'qligini bildirmay chiroyli holatda qizlaridan ham ziyoda ko'rgan. Qaynona emas, ona bo'lgan shu paytgacha kelinlarni bir og'iz qo'shnilarga yomon demasdan Sayyoraxon qizim deb boshiga qo'ygan ojonim bo'ladi. Mingdan ming rahmat ojon. Qilgan xizmatlarimga o'g'lingizdan mendan hamisha rozi bo'linglar. Sizlarni juda ham yaxshi ko'ramiz. Onajon bag'ringizga bitta bosib qo'ying. Kelindan bunday so'z eshitishlik qanday rohatli. Qizim qatori sizda. Qizim qatori sizda. Onajon bugun hamma mehribonlaringiz nomlaridan bitta so'z aytmoqchiman. Bir so'z bilan dardim olasiz. Siz boshqacha xushzabonsiz. Sizday inson dunyoda bitta. Ona juda mehribonsiz. Kim yaxshi, kim yomon bildik. Men siz bilan yashayman tirik. Borimga ham, yo'g'imga ham sherik. Onajon siz juda ham mehribonsiz. Mehribonsiz, juda ham mehribonsiz. Mana so'zlarimni hamma mehribonlaringiz nomlaridan deb qabul qilasiz. Bu yerda nabirajonlaringiz ham shu yerda turishibdi. Hammaliklar. Kattalari kim? Sizmi? Eng kattasi. Qani, kelingchi. Qani nabirajonlarni ham bir niyatlarni eshitaylikchi. Sayyor opamga telefon qilib turing. Imkon bormi? Bujonga niyatlaringiz. Va men sizga va baxtimizga sog' bo'ling. Sizni tabriklayman. Qani, o'g'illar kelinglarchi. Qani. Va sizni yaxshi ko'raman. Kel. Qani. Ha. Yaxshi ko'raman. Voy mana. Qani yaxshi ko'raman deb ayting. Va sizni yaxshi ko'raman. Voy mana. Oling. Yana qiling-chi. Sayyoraxon opa sizga qo'ng'iroq qilyapmiz. O'zini bitta niyatlarni eshitmoqchiman. Qani ko'ramiz. Qani bering-chi menga. Assalomu alaykum. Sayyoraxon opa. Ko'rni olasizmi? Videoni yo'q olasizmi? Mana yo'qyapman. Bitta ko'ringchi, biz ko'rindik mana. Ha, bo'ldi. Mana niyatlaringizni bildiring, mana eshityaptilar. Gapiringiz. Yaxshimisan? Sog'lig'ing yaxshimi? Katta qiz olib yuribsanmi? Niyatlaringiz opa? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Tuziymisan? Tuziymisan? Sanda Alloh rozi bo'lsin, tandan sog' bo'lsin. Qalbingda niyatlar bo'lsa Alloh yetsin. Вот звук не слышно, как надо делать. Звук не слышно, звук. To'g'la belgi deyaptilar. Sayyor opa. Sayyor opa. Видео как включить? Видео не могу Videoni включить. deyaptilar. Видео. А? Включить трансляцию. А, вот. Все. Qani? Mana bo'ldi. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Bitta ko'z tiping, ko'zlarni ham. Qani bitta ko'ringchi. Oh, Ha, bo'ldi. ko'ryapsizlar? Ha, niyatlaringiz. Boshingga ro'mol Assalomu alaykum. Hurriyatxonaga ro'mol olib yurardi-yu. Ishxonada ekanlar-da. Oğlum diye de roman. Romanı ne desem? Rahmatdan joning sog' bo'lsin. Tug'ilgan kuningiz bilan opa, bunaqa yoshlarni ko'pini ko'rib, doim bizga bosh bo'lib yuring. Sochchan bilan qo'sha qarib, bizga doim bosh bo'lib yuring opa. Rahmat. Katta Tanjoni rahmat. sog' bo'lsin. Fatimga tinch bo'ling. Rahmat. Alloh, yig'lama.
Duo qiling bitta. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Allah o'zingga hamd sanora bo'lsin. Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallamga doimiy abadiy salovatlar bo'lsin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin. كلما اختلف الملواني تاقبل أسراني كرر الجديداني واستفل الفرقداني وبلغ روحه وأرواح أهل بيتي من التحية والسلام برهم وبارك وسلم عليه كثيرا كثيرا إلى يوم الحشر والقرار الله so'raguvchimizam o'zingsan, berguvchiyam o'zingsan, o'zingga hamd sanolar bo'lsin. Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallamga doimiy abadiy yuqorida aytganimdan ko'ra ham behisob salovatlar bo'lsin. Alloh shu singlim mana musofir yerda turib, uyi uchun, bolasi uchun pul jamg'arib yurib, shu yerda turib ham meni o'ylab, onasi o'rnida ko'rib shunday ishlarni qildi. Alloh rozi bo'lsin. Alloh o'zingdan so'rayman. Bittagina o'g'lini yotgan joydan chiqarib tezroq o'zimizni yurtimizga kelib, meni singari mana to'ylar qilib, uylar solib, shu farzandlarni kamolini ko'rib, bundan keyingi hayotini rohat farovatda o'tishlikni ro'zai nasib aylagin. Amin, amin. Topganlari to'ylarga, yaxshilik kunlarga va yana birga Alloh o'zingni baytingga borishlikka ro'zai nasib aylasin. Alloh rozi bo'lsin. Bundan keyin oshcha pul hashlamagin bo'ptimi? Ko'proq uydan solib to'ylar qilamiz. Bo'pti, tanjoning sog' bo'lsin. Amin, amin. Allohu akbar. Allohu akbar. Opa, qo'li ochiq insonni har qancha to'xtatsangiz ham yaqinlarini ko'nglini olishga harakat qiladi. Onajon, umringiz uzoq bo'lsin. Quvondingizmi hozir? Albatta, albatta. Hozir sizni ichingizda nima o'tayotganini his qilib turibman hozir. Nimada? Tasavvur qilib bera olmayman, quvonchimni. Boshqacha ona. Juda boshqacha. Bo'lib ham Singilda. bu singildi o'g'li jinday tuhmatga qoldi. Jinday qiynalib qoldi. Shuning uchun hozir hayoli o'sha yerda turib ham meni o'ylaganiga rahmat. Rahmatlarni kattasi o'zi qo'lim ham duoda doim shu tezroq kelsa, birga bo'lsak, birga yursak. İnşallah sizlarni ham tanjoninglar sog' bo'lsin. Umringlarga baraka bersin. Alloh shu farzandlarini orzu havasini ko'rsin. Qo'shganman qo'sha qarisin, farzandlari bo'lsa, shular orzu havasini ko'rsin. Shu mana shunday qilib birovlarni ko'nglini olib, juda qiyin bunaqa birovni ko'nglini olish oson emas. Shunday ishlarni qilib yuribdiki, Alloh sizlardan rozi bo'lsin. Qalbingizda qanaqa ezgu niyatlar bo'lsa, Alloh yetkizsin. Amin. Ular qatori boshqalarni ham, mana boshqalarni ham xuddi meni singari mana nevaralarga o'ralashib qolishlikdir, o'zay nasib aylasin. Allohu akbar. Onajon, Bu kunlarga yetganlar bor, yetmagan insonlar bor. Bugun musofir bir mehribon insonni dillaridagi bir kichkinagina bir niyatlariga yaqinda yordam berganligimdan hamda sizning mehribon onani quvonchlarini ko'rganligimdan xursandman. Niyat qildim. So'raganga Xudo beradi deb eshitganman. Har bir aytilgan so'zga farishtalar amin deydi. Bitta kattaniki, bitta kichkinaniki. Sizni Xudo xohlasa 100 yoshingizda kelib, otam bilan birgalikda mana shu yerda turib, niyat bildirishlik, shukrona kuningizga shukr aytishlik, baxtingizni ko'rishlik bizga nasib qilsin. Shu kuni ham mana Allohning bergan ikki oyoqda tik turib duolarni qiling iloyim. Shukrona kunlaringiz muborak bo'lsin onajon. Salomat bo'ling. Rahmat.